Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarni Makkaning eng mashhur va eng qulay mehmonxonalaridan biri Swisatel Makkah bo'ylab sayohatga olib chiqamiz. Bu mehmonxona muqaddas Masjidul Haramga juda yaqin joylashgan bo'lib, Abraj al-Bayt majmuasining bir qismi hisoblanadi. Mehmonxonaning eng katta ustunliklaridan biri Haramga to'g'ridan-to'g'ri chiqish yo'laklari va maxsus lift tizimlaridir. Swisatel Makkahda jami qariyb 1487 ta zamonaviy xona va suitlar mavjud. Xonalarning ko'pchiligidan Ka'ba va Haram manzarasi ko'rinadi. Mehmonxona ichki dizayni esa zamonaviy uslub bilan arabona hashamat uyg'unligida yaratilgan. Keling, avval mehmonxonaning kirish qismidan boshlaymiz. Bu yerda sizni keng va hashamatli lobbi kutib oladi. Har kuni dunyoning turli davlatlaridan minglab ziyoratchilar aynan shu mehmonxonani tanlaydi. Endi liftlar haqida. Swisatel Makkahda mehmonlar uchun alohida lift tizimi mavjud bo'lib, haramga tushish juda qulay tashkil qilingan. Ayniqsa namoz vaqtlarida bu katta yengillik beradi. Mana bu esa mehmonxona xonalari. Xonalar ixcham, ammo juda shinam va zamonaviy. Har bir xonada qulay yotoqlar, televizor, mini bar, choy va qahva tayyorlash jihozlari. Yotoqlar yumshoq va uzoq ibodatlardan keyingi dam olish uchun juda qulay tarzda tayyorlangan. Endi ovqatlanish qismiga o'tamiz. Swisatel Makkahda bir nechta restoranlar faoliyat yuritadi. Eng mashhurlardan biri Al Ruwat restorani bo'lib, bir vaqtning o'zida 2000 dan ortiq mehmonni qabul qila oladi. Bu restoran dunyodagi eng katta mehmonxona restoranlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda turli millat taomlari, arab va xalqaro oshxonalar, nonushta hamda kechki bufet xizmatlari taqdim etiladi. Eng muhimi, Swisatel Makkahda turganingizda haramga yetib borish uchun uzoq yurishingizga to'g'ri kelmaydi. Shu sababli ko'plab ziyoratchilar aynan ushbu mehmonxonani tanlashadi. Agar siz ham umra safaringizda qulaylik, yaqin masofa va sifatli xizmatni istasangiz, Swisatel Makkah yaxshi tanlovlardan biri bo'lishi mumkin.